Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana biza Bog'ot tumanidamiz. Og'amizni qo'ylarini Bo'g'oz qisirini ko'rmaka keldik. Og'amizni chaqirishidan maqsad qo'ylarning qochgan yo qochmoqligini aniqlab, agarda qochmay qolgan qo'ylar bo'ladigan bo'lsa, ularni Bo'g'oz qisirligini erta aniqlab, yana qo'chqora qo'shib, bahorgi mavsumda yana bitta nasl olish. To'g'rimi? Xudo xolasa video davomida qilingan ishlarni, natijalarini birgalikda ko'rib boramiz. Bizani kuzatib borishda davom eting. Qani ketdik. Davay. Kuzatuvchilar, hozir birinchi qo'yimizni boshladik. Xudo xolasa video davomida natijalarni qo'yib boramiz. Kuzatib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlab turishlaringizni kutib qolamiz. Hammaning ishidan omad. Qani davay ketdik. Ava, xudo xolasa qo'yimiz Bo'g'oz. Ichi kattaroq ekanmi? Kellas. Qo'yimiz ham Bo'g'oz ekan. Akka ko'rsatamiz. Kamerani kerak akka. Qovurg'alarni ko'rsanib turibdi, yo'l. Yana qovurg'alarni aniq ko'rsandik. Oldi Bo'g'oz, xudo xolasa ham shu bir oylik to'rtamizga bor ekan bu qo'zimizni. Bu 1 yashar bo'lsa ekan, ha? O'tdi 1 yashar. Qochmagan ekan lekin. Qochmagan. Qisir ekan, yo'q. Bu qo'yimiz ham Bo'g'oz, xudo xolasa. Bo'g'oz. Kattaroqchi. Bu arg'i ikkisini nisbatan kattaroq ekan. Bo'g'oz ham xudo xolasa. Bir oylik ish qilganman. Bolasini kellasi. Yine kelle. Gördünüz mü? Yine kellesi. Tumuş. Banam diye olup karap durdu. Ucumunda karap durdu. Bo'g'oz ban. Bir ay kayakda. Ban Bo'g'oz xudo xolasa. Ayağı. Gördünüz mü? Onun için balası katta. Yine ayak. Uzun. Yine ayak suyak yine. Yine sünyak. Göründü ahır. Yine ayak. Bo'g'oz. Bu qo'yimiz kaçmaktı. Bundan qo'chqari yo'ysa bo'ladi. Yetirib turibdi bu. Kichkina qo'chqaroq keldi-da, ras kerakli vaqtida. Qo'chqor kichkina bo'lsa, sog'lom bo'lsa, yashini o'tgan bo'lsa qochiradi u. Katta kichikligida emas, qochmasligi. Qisir ekan bu. Qisir. Bu qo'yimiz ham Bo'g'oz, xudo xolasa. Bu sal kichkinaroq ekan. G'idayta bir 3 oyliklar. Qo'yimiz ham Bo'g'oz, xudo xolasa. Buni oyi kichkina. G'idayta bir 2 oydan shundaylar bo'lgan.
Yuvarı vermeyin. Boğaz. Bu koyumuz ortaça 3 ay boğaz. Yep bir deginde. Çette içi. Kellesi. Aynen. Yetirip barman mı paşti? Havalı etez. Kenge Xudo qalasa. Doğadı. Hı? Kısır bu. Kısır mı? Hı. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ishimiz ham o'z yakuniga yetdi. Videoda birgalikda ko'rib, oxirida natijalarni bilib oldingizlar. Kimga shuningdek sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, barcha turdagi veterinar xizmatlarini siz aziz xalqimizga taqdim qilamiz. Video davomida nomerlari bor, videoning pastida, kommentariyaga ham, opisiyaga ham video nomerlarimizni qoldiramiz. Qo'ldan kelgancha barcha xizmatlarni siz aziz yurtimizga chorva ishqibozlarini taklif qilamiz. Biz bilan birga bo'ling. Hammaning chorvasina barakat bersin. Ishlaringiz rivoj.